Sharqi Turkistondagi irqiy kamsitish va hukumat qo'llagan zulmni ochiq tanqid qilganlik uchun muddatsiz turmaga qamalgan Uyg'ur kishilik huquq tashabbuschisi va professor Ilhom To'xtining qizi Javhar Ilhom xalqaro kechirim tashkiloti bilan birlikda dadasining qo'yib berilishini talab qildi. Beijingdagi eng muhim universitetlarning biri bo'lgan Millatlar universitetining iqtisodiy professori Ilhom To'xti 2014-yili 1-oyda g'oyib bo'lgan hamda shu yili 9-oyning 23-kundagi bir qatimliq sotda atalmish bo'lgunchilik bilan ayblanib muddatsiz qamoq jazosi berilgan. Javhar Ilhom 7-oyning 23-kuni xalqaro kechirim tashkiloti bilan birlikda bayonot e'lon qilib, xalqaro jamiyatga dadasining qo'yib berilishi uchun harakat qilishga chaqiriq qildi. Sharqi Turkiston inson haqlarining ko'zitish jamiyati nomli tashkilot tomonidan tayyorlangan Sharqi Turkistonda davomlashayotgan diniy besim, islom vahimasi va islomni xitoychilashtirish o'rinishlari nomli turkcha dokladni tonishtirish murosimi va ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Türkiye Yaşar Vakfı'ndan baş ştabida o'tkazilgan ilmiy muhokama yig'inida Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan diniy bostirishlari, islomga bo'lgan vahimasi, shundoqla Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish o'rinishlari haqida leksiyalar so'zlandi. Yig'inga qatnashgan mutaxassislar Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan diniy va milliy bostirish siyosati, islom vahimasi va islomni xitoychilashtirish qatorliq assimilyatsiya siyosatlarini tarixiy va navbatdagi real vaziyat nuqtasidan muhokama qildi. Misr hukumati havo armiyasini zamonaviylashtirish uchun Xitoy bilan yangi urush aeroplanlarini sotib olish haqida suhbat o'tkazmoqda ekan. Rasmiy manbalarda Misr havo armiyasining J-10 va J-31 urush aeroplanlari to'g'risida suhbatlashayotganligi e'lon qilindi. Azam baholiq J-10 dan boshqa Misr yana Avstraliya bu rayonda aktiv ishlatadigan F-35 tiplik aeroplanlarga qarshi J-31 urush aeroplaniga yaqindan qiziqadi. Misr armiyasi yaqinqi yillardan buyon Avstraliya bilan Amerikaning qo'yiq harbiy munosabatiga qarshi Xitoy bilan bo'lgan harbiy savdosini ko'paytgan. Yaponiya kabinetining bosh kotibi Hayashi Yoshimasa 24-iyul Rossiyaning 13 Yaponiya fuqarosiga yurgizgan embargosi to'g'risida to'xtalib, Rossiyaga rasmiy e'tiroz bildirganligini bildirdi. Moskva hukumatining jazosining Yaponiya shirkatlarining Rossiyadagi qonunliq faoliyatini cheklaydiganligini o'ttirg'a qo'ygan Hayashi buni qat'iy qabul qilib bo'lmaydi dedi. Rossiya Tashqi ishlar ministrligining 23-iyul seshanba kunidagi bayonotida Yaponiyaning Ukrainadagi alohida harbiy harakat doirasida Rossiyaga qaratgan jazosini davomlashtirayotganligi eskartildi. Bu jazolarga qarta Toyota motorining raisi Akio Toyoda, Yaponiya xalqaro hamkorlik organining raisi Akihiko Tanaka va Rakuten shirkatining qo'rg'uvchisi Hiroshi Mikitani qatorliq 13 Yaponiya fuqarosining Rossiyaga kirishining muddatsiz cheklanganligi o'ttirg'a qo'yildi. Israeliya bosh ministri Benyamin Netanyahu Washingtondagi Amerika parlamentida so'z qilishdan ilgari qurultoy binosida o'ltirish namoyish qatorliq bir qator namoyishlarni olib borgan nurg'un kishi qo'lga olingan. Falastinni qo'llaydigan namoyishchilar parlament binosidagi qonun ishxonasining ichiga yig'ilib, Israeliya bosh ministri Netanyahu va Israeliya hukumatining G'azadagi hujumiga e'tiroz bildirdi. Xabar qilinishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Guangzhouda Ukraina tashqi ishlar ministri Dmytro Kuleba bilan ko'rishgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mauning bu haqda Xitoyning tinchlik suhbatining asliga kelish uchun davomli ijobiy rol o'ynashga tayyor ekanligini aytgan. Kuleba bo'lsa, agar Moskva samimiy suhbatlashishga tayyorlansa, Kiyev Rossiya bilan ma'lum bosqichda suhbatlashishga tayyor degan. Tayvanda quruqlikka chiqishi mo'ljallangan Gaimi nomli tayfun bo'roni sababidan yuzlagan navbatchi aeroplan amaldan qoldirildi. Qo'shni davlat Filippinning har qaysi rayonlaridan nachar havo sharoiti keltirib chiqargan kalkin va tog' ko'mirilib tushish voqeasida 12 odam qazo qildi. Tayvanda doirlar 24-iyulni bo'ron kuni deb e'lon qildi. Hamda Tayvanning ko'p qism joylarida xizmat o'rni va maktablarning taqiladiganligini bayon qildi. Yana bir tarafdan 29 ming askarning Tayvandagi ofatdan qutqizish xizmatiga tayyorlik qilganligi e'lon qilindi. Mo'ljallanishcha, tayfun bo'ronining shamol kuchi soatiga 240 kilometrga yetadi ekan.